Bir bola 5 ta tashxis. Nimaga gapirmayotgan hamma bolalarga bir xil tashxis qo'yib bo'lmaydi. Assalomu alaykum. Men Muslima Usman, 6 yillik tajribaga ega logoped defektolog. Я говорю korreksion markazi asoschisiman. Blogimda ota-onalar va mutaxassislar uchun foydali videolar joylab boraman. Videoni boshlashimdan avval unga like bosib, sahifamga obuna bo'ling. Sababi YouTube algoritmi uni ko'proq onalar va mutaxassislarga ko'rsatadi. Bu esa keyingi videolarni chiqarishim uchun menga motivatsiya bo'ladi. Demak, boshladik. 3 yoshli bola gapirmayapti. Unda autizmmi, ZRRmi, SDVGmi yoki motor alaliya, balki sensor alaliyadir, balki bu bolani eshitishida muammosi bordir. Keyin shuni batafsil ko'rib chiqamiz. Zero to'g'ri tashxis to'g'ri korreksion marshrutga yetaklaydi. Ko'pincha konsultatsiyamga onalar quyidagicha shikoyat bilan kelishadi. Bolam 3 yosh, gapirmayapti, lekin hamma narsani tushunadi deyshadi. Aslida diagnostika jarayonida shu ma'lum bo'ladiki, bola hamma narsani tushunmaydi, uni tushunishi ma'lum darajaga ega va nutqi to'liq rivojlanmagan. Bolada esa bir muncha jiddiy muammolar mavjud. Nutq kechikishi bu shunchaki tashxis emas. Bu klinik belgi. Xuddi ismi biror bir kasallikni belgisi bo'lgani kabi, nutq kechikishi ham belgi. Bolani rivojlanish piramidasini oladigan bo'lsak, nutq eng cho'qqida turadigan oliy psixik jarayon hisoblanadi. Ungacha bo'lgan jarayonlar, ungacha bo'lgan rivojlanish etaplari juda ham muhim. Zanjirni olsak ham, nutq zanjirining eng oxirida turadigan narsa. Ungacha bolani sensomotor rivojlanishi, nutqni tushunishi, uni analiz, sintez qila olishi kerak. Shundagina bola sizga taqlid qiladi va o'zi mustaqil gapira boshlaydi. Shuning uchun bola gapirmayapti deyish bu shunchaki undagi klinik belgini aytish hisoblanadi. Gapirmayotgan bola uchun eng muhim narsa bu differensial diagnostika. Bugun har bir tashxisni bir-biridan ajratib turadigan asosiy belgilar haqida gaplashamiz va bu belgilar onalar uchun ham muhim. Bolada kuzatilayotgan muammoga qarab, uni kerakli mutaxassisga olib borishadi va yillab vaqtini saqlab qolishadi. Demak, birinchi o'rinda agar bolada nutq kechikayotgan bo'lsa, balki bu autizm spektri buzilishi bo'lishi mumkin. Lekin autizmda eng muhim qoidalar bor. Autizmda birinchi o'rinda kommunikatsiya va ijtimoiylashuv bo'lmasligi kerak. Agar siz bolangiz boshqa bolalar bilan qo'shilib o'ynasa, sizga reaksiya bildirsa, ismiga qarasa, siz bilan qo'shma hamkorlikni oson va tez o'rnatsa, demak biz bu belgini olib tashlaymiz. Va agar siz mutaxassis bo'lsangiz, siz konsultatsiyangizda muhim narsalarga e'tibor bering. Bolada taqlid bormi? Agar taqlid shakllangan bo'lsa, siz bu belgini olib tashlaysiz. Keyingi muhim narsa, bolada agar autizm kuzatilayotgan bo'lsa, stiminglar bo'lishi kerak. Katta ehtimol bilan u exolaliya ham qilishi mumkin. Shuning uchun asosiy belgilarni ko'zdan qochirmagan holda red flaglarga e'tibor qaratamiz. Nutq kechikyapti, bolada ZRR bo'lishi mumkin. Ko'pincha ZRR bilan 4-5 yoshda ham kelishadi. Lekin bu tashxis bola uchun 3 yoshgacha qo'yiladi. 3 yoshgacha bolani nutqi kechikyapti deyish norma. Undan keyin esa ma'lum tashxis bo'lishi kerak. Shunchaki 4 yoshgacha bola gapirmaydi emas. Bolada qandaydir organik jarohatlanish bo'lishi mumkin. Shuning uchun ota-onalar sizlar ham kutib o'tirmanglar. O'zi katta bo'lganda gapirib ketadi, 4 yosh bo'lsa o'zi tili chiqib ketadi emas. 3 yoshgacha farzandingiz gapirmayaptimi, siz bu holatga jiddiyroq yondashishingiz zarur. Demak, ZRRda biz lug'at boyligini kamligini kuzatamiz. Grammatik muammolar bor, bola gap tuzganda xato gap tuzadi, ichida, ustida, yonida kabi qo'shimchalardan noto'g'ri foydalanadi. Lekin bolada ijtimoiy aloqa yaxshi, o'yin faoliyati shakllangan, o'yinchoqlarni maqsadli o'ynaydi va ko'z bilan aloqa mavjud. Siz bu bolani ko'rib, siz bilan gaplashishni xohlayotgan, lekin gaplasha olmayotgan kichkintoyni kuzatasiz. Keyingisi, bola gapirmayapti, balki bu motor alaliya bo'lishi mumkin. Motor alaliya bo'lishi uchun bola 4 yoshdan katta bo'lishi kerak. Demak, 3 yoshgacha bolada ZRR, 4 yoshdan keyin esa bolada motor alaliya kuzatiladi. Bunda biz nimalarni ko'ramiz? Bolada nutqni tushunadi, lekin gapira olmaydi. Nutq tushunish ham ma'lum darajaga ega bo'ladi. Bolam hamma narsani tushunadi deyshadi. Faqatgina predmetlarni tushunishi mumkin. Ularni funksiyasini tushunmasligi mumkin. Shuning uchun nutq tushunadi belgisiga ham jiddiyroq e'tibor bering. Bolada motor rejalashtirishda muammolar bo'ladi va eng muhimi oral praksis, ya'ni og'izni artikulyatsion harakati buzilgan bo'ladi. Motorikasi va harakatga tushirishi muammoli bo'ladi. Shuning uchun bola sizni tushunadi, lekin gapirib bera olmaydi. Keyingisi bu sensor alaliya. Agar bola gapirmayotgan bo'lsa, katta ehtimol bilan sensor alaliya kuzatilayotgan bo'lishi mumkin. Bunday bolajonlarda biz nimani ko'ramiz? Birinchi o'rinda u eshitadi, lekin nutqni tushunmaydi. Bolada akustik, gnostik muammolarni ko'ramiz. Ya'ni bola
eshitadi va nutqni analiz sintez qilishga qiynaladi. Masalan siz qush sayrashini eshitasiz, kuchukni vovillashini eshitasiz, lekin qush nima deyotganini, kuchuk nima demoqchi bo'lganini siz tushunmaysiz-ku, to'g'rimi? Sensor alaliyada ham akustik gnostik agnoziya bo'lgani uchun u sizni eshitadi, lekin siz nima deyotganingizni bosh miyada analiz sintez qila olmaydi, tushuna olmaydi, so'zlarni ma'nosini tushunmaydi. Va ko'pincha bu bolalarni biz autist bolalar bilan adashtiramiz. Lekin bularda biz qisqa muddatda yaxshi natija qilishimiz mumkin. Ulardagi buzilishlarni osonroq korreksiya qilishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisi, bola gapirmayotgan bo'lsa, albatta uni eshitishiga e'tibor qaratishimiz kerak. Agar bola gapirmayotgan bo'lsa, birinchi o'rinda biz eshituv idroki qanaqa shakllanganligini tekshirishimiz zarur. Eshitishida nuqsoni bo'lsa, bola kommunikatsiyaga oson kirishadi, tovushlarga faqat reaksiya bermasligi mumkin, sababi eshitishi ma'lum diapazonga ega bo'ladi. 10 metr uzoqlikni eshitmaydi va bu masofa yaqinlashgani sari eshitish yaxshilana boshlashi, uni oldida bo'layotgan tovushlarga reaksiya berishi mumkin bo'ladi. Xo'p, bolaga qaratilgan nutqni diqqat bilan eshitadi. Masalan, sensor alaliyada va autizm spektridagi bolalarda biz diqqat bilan eshitishni kuzatmaymiz. Ular sizning gapingizga e'tibor bermaydi. Lekin eshituv idrokida, ya'ni fiziologik sluhda muammosi bor bolalarda aynan labga qarab, sizni kuzatishga, sizni tushunishga harakat qilishini kuzatishimiz mumkin. Va eng muhim narsa, agar bolada haqiqatdan ham qulog'ida muammo bo'lsa, biz birinchi o'rinda otolaringolog, ya'ni lor mutaxassisga va audiolog nazoratiga jo'nashimiz kerak bo'ladi. Mana hozir sizda ekraningizda jadval chiqadi. Bu jadvalni o'zingizga skrinshot qilib olsangiz bo'ladi. Agar videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, albatta sahifamga obuna bo'ling, chunki keyingi videolar siz uchun yana ham foydali bo'ladi. Xullas, jadval haqida gaplashamiz. Ko'rishingiz mumkin, ACD, ya'ni Autism Spectrum Disorder, bu autizm spektr buzilishi bor bolani. Keyingisi DLD, ya'ni o'sha biz bilamiz NTR yoki ZRR deb olishimiz mumkin. Nutqiy rivojlanish kechikayotgan bolani, motor alaylik bolani, sensor alaylikni va eshitishda nuqsoni bor bolani jadvalga qo'yib solishtirib chiqamiz. Demak, ko'z kontakti kimda bor? Birinchi o'rinda eshitishda nuqsoni bor bolada ko'z kontakti bor, motor alaylik bolada bor va ZRR tashxisli bolada ko'z kontakti bo'ladi. Faqatgina autizm spektridagi bolamizda va sensor alaylik bolalarimizda bu narsani kuzata olmaymiz. Xo'p, ismiga reaksiya autizm spektrida ba'zan deyilgan, lekin asosan biz ismiga reaksiya yo'qligini kichkina yoshda kuzatamiz. Kattaroq bo'lgandan keyin, korreksiyadan keyin ismiga reaksiya shakllanadi. Keyingisi nutqni tushunishga bog'liq. Sensor alaylik bolalarimiz ba'zida o'zini, men muslimaligimni, bola Abdullohligini tushunmasligi mumkin. Shuning uchun qaramaydi ismini chaqirsangiz. Ishlaganimiz natijasida bolada ismiga reaksiya shakllanishini, ko'z kontakti yaxshilanishini kuzatamiz. Shuning uchun bu bolani holatiga qarab. Demak, eshitishda nuqsoni bor bolada esa ismiga reaksiya yo'qligini kuzatamiz. Demak, nutq tushunish bolalarimizda o'zgaruvchan bo'ladi. Jadvalda ko'rishingiz mumkin. Motor alaylik bolalarimіздagina nutq tushunish yaxshi shakllangan. Ekspressiv nutq, ya'ni tashqi nutq ko'proq bizada kimda kechikkan, ZRR bolalarimizda kechikkan va biz bu bolalarda tezroq natijani kuzatamiz. Qolgan bolajonlarimizda esa bu jarayonda muammolar jiddiy. Ayniqsa sensor alaylik bolalarimizda exolaliya kuzatiladi, ya'ni unga aytilgan so'zni, unga berilgan savolni eho qilib to'tiqushdagi takrorlaydi. Bu o'sha aytganimdek so'zni ma'nosini tushunmaganidan. Keyingisi qo'shma diqqat. Eng ko'p bizda ras bolalarimizda buzilgan bo'ladi. Siz bolani uni diqqatini nimadirga jamlamoqchi bo'lasiz, diqqatini qaratmoqchi bo'lasiz yoki uказательный jest bilan yoki qaramamini o'ynaymiz deb shu jarayonda bola sizga e'tibor bermaydi va diqqatini jamlamoqchi bo'lgan narsangizga qaramaydi. Faqatgina eshitishda nuqsoni bor bolalarimizda qo'shma diqqat shakllangan bo'ladi. Keyingisi ramziy o'yinlar. Ramziy o'yinlar barcha bolalarimizda shakllangan, faqatgina ras bolalarimizda ular shakllanmagan. Stereotipiyalar eng ko'p ras bolalarimizda va sensor alaylik bolalarimizda kuzatiladi. Sababi bularda ikkalasida ham sensor buzilish mavjud. Shuning uchun sizni ko'ringizga kelgan bolada stiminglar bo'lsa, stereotip harakatli bo'lsa, bu ikkita tashxisga siz belgi qo'yishingiz kerak, ras bolaga va sensor alaylik bolaga. Imo ishora ko'pincha eshitishda nuqsoni bor bolalarda bo'ladi. Ular ko'pincha qilib o'zini xohishlarini ishoralar bilan bildirishadi. Qolgan bolalarimizdan faqat motor alaylik va ZRR bolalarimizda imo ishora saqlangan bo'ladi. Ular xohish istaklarini gapirib tushuntira olmagandan keyin ishoralar orqali tushuntirishadi.
Va eng muhimi audiolog tekshiruvi bizada eshitish nuqsoni bor bolalarda patologik chiqadi. Sensor, motor, alaylik bolalarimizda ZRR va rast bolalarimizda ko'pincha bu norma holatda bo'ladi. Asosiy farqlovchi belgilar, demak, qarang, sizga mashg'ulotga bola kelsa yoki sizni farzandingizda asosiy shu belgilar bo'lsa, demak, siz birinchi o'rinda qaysi mutaxassisga murojaat qilishingiz kerakligini aytaman. Rast bo'lsa, agar bola ijtimoiy kommunikatsiyaga kirishmasa, bolalar bilan muloqotga kirishmasa, siz birinchi bo'lib bolalar psixiatriga yo'naltishingiz kerak. Sizni yo'llanmangiz shu yoqda farzandingizni ko'rsatib, diagnostikadan o'tkazsangiz, hamma shubhalaringiz bartaraf bo'ladi. Agarda bolada ZRR bo'lsa, tilni o'zlashtirishda muammolar bo'lsa, siz birinchi bo'lib logoped defektolog mashg'ulotiga olib kelasiz. Shuni o'zida yaxshi natijalarga erishsa bo'ladi. Agar farzandingizda motor alaliya bo'lsa yoki sensor alaliya bo'lsa, bolalar nevrologi sizga yordamchi mutaxassis sifatida birlamchi mutaxassis sifatida o'z yordamini beradi. Undan keyin defektolog, logoped bilan korreksion dastur asosida ishlashni boshlaysiz. Agar bolani eshitishida muammo bo'lsa, unda siz ota-ona bo'lsangiz yoki siz pedagog bo'lsangiz, sizga shunaqa bolajon kelsa, siz bolani lorga audiogramma uchun yo'naltirasiz va eng yaxshisi surdo pedagog ishlagani ma'qul. Shunda agar unga cochlear implant qo'yiladigan bo'lsa, implantgacha va operatsiyadan keyingi davrlarda ishlab to'g'ri yordam bera oladi. Endi muhim narsani aytaman, siz mutaxassis sifatida yoki ona sifatida farzandingizga o'zingizdan o'zingiz tashxis qo'yib bera olmaysiz va bunga sizni hech qanaqa vakolatingiz ham yo'q. Xoh mutaxassis bo'ling, xoh ona bo'ling. Sizga bu narsalarni gapirishimdan asosiy maqsad bolani vaqtini o'g'irlamaslik. Bolani to'g'ri diagnostika qilgandan keyin bola uchun muhim mutaxassisga yo'naltirasiz va natijada bolada qisqa muddatda yaxshi o'zgarishlarni kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Ana endi siz uchun savollar beraman. O'zingiz javoblaringizni izohlarda yozib keting. Klinik holatlarni birga tahlil qilamiz. Demak, 3 yoshli bola gapirmayapti, stimlari bor, ko'z bilan aloqa sust. Nima deb o'ylaysiz? Unda qanaqa taxminiy xulosa bera olasiz bolaga va birinchi bo'lib qaysi mutaxassisga yo'naltirasiz? Fikringizni izohlarda yozib keting. Ikkinchi klinik holat, bola 2 yosh va 10 oylik, nutqni tushunadi, to'pni olib bersangiz yoki eshikni yopsangiz buyruqlaringizni bajaradi, lekin gapirmaydi. Sizning fikringiz qanaqa? Bolada motor alaliyami yoki ZRRmi? Fikringizni izohlarda yozib keting. Va eng muhim yakuniy xulosa, nutq kechikishi bu tashxis emas. Har bir bola individual, o'zini o'z individual tempiga ega. Diagnostika algoritmlarga asoslanadi. Ko'r-ko'rona bolani faqatgina shu ba'zi belgilariga qarab tashxis qo'yib yuborilmaydi va muhimi erta tashxis bola uchun juda ham ko'p eshiklarni, imkoniyat eshiklarini ochadi. Ana endi biz siz bilan darsimizni kulminatsion nuqtasiga yetib keldik. Men o'zimni mualliflik differensial diagnostika kursimga tez kunda start beraman. Videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, siz mutaxassis bo'lsangiz, siz uchun aktual mavzularda gapiraman. Demak, differensial diagnostika kursimiz 6 ta moduldan iborat. 37 ta dars davomida biz siz bilan birga bo'lamiz. Barcha darsliklardan keyin sizga uyga vazifa beriladi. Siz bu kursni onlayn formatda o'qiysiz va albatta kurator nazorati ostida bo'lasiz. Kurs shunchaki sotib olib, keyin o'qiyman deydigan ma'lumotlar emas, sizga amaliy va nazariy bilimlarni beradigan juda ham ko'p mavzularni o'z ichiga olgan dastur hisoblanadi. Demak, kursimiz davomida siz bilan offlayn va onlayn uchrashuvlarni uyushtiramiz. Amaliy video darsliklar ham ichida mavjud. Kursni 6 ta moduldan iborat dasturini ekraningizda ko'rib turibsiz, tanishib chiqishingiz mumkin. Qanday mavzularda gaplashamiz? Bundan tashqari kursimizda spikerimiz ham bor. Bir nechta mavzularni aynan shu sohani topovoy deymiz, nomer 1 mutaxassislardan o'zingiz eshitasiz. Xo'p, va so'ngida kursimizni tantanali ravishda bitirib, sertifikatlarni taqdirlaymiz. Eng qaymoq joyi ham shunda, kurs yakunida sizga bir emas, 2 ta sertifikat beriladi. Nima uchun unaqa qilingan va barcha qolgan ma'lumotlarni siz video opisiyasidagi havola orqali bilasiz. Havolani bosib ro'yxatdan o'ting, biz sizga aloqaga chiqamiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'ying.